Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga aynan pensionerlar, ularning farzandlari, yaqinlari va oilaviy budjetini tejashni istagan har bir fuqaro uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 1 iyuldan boshlab pensionerlar ayrim to'lovlardan to'liq ozod qilinishi, bu tartib kimlarga tegishi, kimlar undan foydalana olishi va qaysi holatlarda ehtiyot bo'lish kerakligi haqida ketadi. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Çünkü ko'p hollarda odamlar huquqi borligini bilmagani uchun ortiqcha pul to'lab yuradi. Ba'zan esa birgina ariza yozilmagani, bitta hujjat yetishmagani yoki noto'g'ri joyga murojaat qilingani sababli imtiyozdan foydalana olmaydi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men hammasini oddiy tilda misollar bilan qadam-baqadam tushuntiraman. Avvalo, masalaning asosiy mohiyatini tushunib olaylik. Pensioner deganda faqat yoshga doir pensiya olayotgan insonlar emas. Ayrim hollarda nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki qonunchilikda belgilangan boshqa pensiya turlarini olayotgan fuqarolar ham nazarda tutilishi mumkin. Lekin har bir imtiyozning o'z doirasi bor. Shuning uchun men doimo bitta muhim qoidani aytaman. Yangilikni eshitdingizmi? Darhol o'zingizga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlang. Taxmin bilan ish qilmang. Oldin qanday edi? Oldin pensionerlar ko'plab xizmatlar, rasmiylashtirish ishlari ayrim kommunal yoki ma'muriy jarayonlarda umumiy tartibda to'lov qilgan holatlar uchrardi. Masalan, biror ma'lumotnoma olish, davlat xizmatidan foydalanish, ayrim majburiy yig'imlar yoki xizmat haqlari bo'yicha pensioner ham boshqa fuqaro kabi to'lovga duch kelgan. Natijada kichik ko'ringan xarajatlar oy oxirida sezilarli pulga aylanardi. Tasavvur qiling, pensioner oyiga 900 ming so'm yoki 1 milyon 200 ming so'm pensiya oladi. U doriga pul sarflaydi, kommunal to'lovlarni qiladi, oziq-ovqat oladi, nabiralarga yordam beradi. Shunday sharoitda 20 ming, 50 ming yoki 100 ming so'mlik ortiqcha to'lov ham katta ahamiyatga ega. Chunki pensionerning daromadi odatda qat'iy belgilangan bo'ladi. Ishlayotgan odam qo'shimcha daromad topishi mumkin. Lekin ko'pchilik pensionerlar uchun har bir so'm hisobli. Endi nima o'zgarmoqda? 1 iyuldan boshlab pensionerlar uchun ayrim to'lovlardan ozod etish tartibi kuchga kirishi nazarda tutilgan yoki amaliyotda qo'llanila boshlagan bo'lsa, bu degani pensioner ma'lum xizmat yoki majburiy to'lovni endi to'liq to'lamasligi mumkin. Men bu yerda ataylab ayrim to'lovlar deb aytyapman, chunki bunday imtiyoz odatda hamma narsaga birdek tatbiq qilinmaydi. Ya'ni do'kondan mahsulot olish, shaxsiy qarz, bank krediti, uy-joy oldi sotisi yoki xususiy xizmatlar avtomatik ravishda bekor bo'lib qolmaydi. Gap qonun yoki rasmiy qaror bilan belgilangan aniq to'lovlar haqida ketadi. Asosiy tushuncha shuki, pensionerning maqomi tasdiqlangan bo'lsa, u belgilangan tartibda imtiyozdan foydalanish kerak. Lekin buning uchun ba'zan tizim avtomatik ishlaydi, ba'zan esa ariza berish talab qilinadi. Eng ko'p xato ham shu joyda bo'ladi. Odamlar men pensionerman demak o'zi avtomatik bo'ladi deb o'ylaydi. Amalda esa ayrim idoralarda ma'lumotlar bazasi yangilanmagan, ayrim xizmatlarda hujjat ko'rsatish kerak. Ayrim to'lovlarda esa avval murojaat qilib, keyin imtiyoz qo'llanadi. Men buni 3 ta toifaga ajratib tushuntiraman. Birinchi toifa yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolar. Agar siz pensiya yoshiga yetib, pensiya jamg'armasi orqali rasmiy pensiya olayotgan bo'lsangiz, imtiyoz sizga tegishli bo'lishi ehtimoli yuqori. Lekin aniq qaysi to'lov bo'yicha ozod qilinayotganingizni bilishingiz kerak. Masalan, davlat xizmatlari markazidagi ayrim ma'lumotnomalar, ayrim ro'yxatdan o'tkazish xizmatlari yoki qonunda ko'rsatilgan yig'imlar bo'yicha sizdan pul olinmasligi mumkin. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda yana ham ehtiyotkor bo'lish kerak. Chunki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun alohida imtiyozlar, pensionerlar uchun alohida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda ikkala maqom ham bir odamda bo'ladi. Masalan, ikki guruh nogironligi bor fuqaro bir vaqtning o'zida pensiya oladi. Bunday vaziyatda qaysi imtiyoz kuchliroq, qaysi biri qo'llanadi? Ikkalasi jamlanadimi yoki bittasi tanlanadimi? Buni xizmat ko'rsatayotgan idoradan yozma yoki rasmiy javob bilan aniqlash kerak. Og'zaki gapga tayanib qolmang. Uchinchi toifa pensioner bilan birga yashaydigan oila a'zolari. Ko'pchilik savol beradi. Uy egasi pensioner bo'lsa, butun oila to'lovdan ozod bo'ladimi? Bu savol juda muhim. Chunki ba'zi imtiyozlar shaxsga beriladi,
ba'zilari esa xonadonga yoki mulkka bog'liq bo'ladi. Agar imtiyoz pensionerning o'ziga berilgan bo'lsa, undan faqat pensioner foydalanadi. Agar imtiyoz kommunal hisob-kitob, uy-joy yoki mulk bilan bog'liq bo'lsa, unda uy kimning nomida, hisob raqami kimga rasmiylashtirilgan. Ro'yxatda kimlar bor? Shular ahamiyatli bo'ladi. Keling, birinchi real misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon oyiga 20 million 1 ming so'm pensiya oladi. U davlat xizmatlari markaziga borib, biror ma'lumotnoma yoki kadastrga oid hujjat olishga murojaat qiladi. Oldin undan deylik 33 ming so'm yoki 66 ming so'm xizmat haqi so'ralgan bo'lishi mumkin. Agar 1 iyuldan keyingi tartibda pensionerlar ushbu turdagi to'lovdan ozod qilingan bo'lsa, otaxon pensiya guvohnomasi yoki shaxsini tasdiqlovchi hujjatini ko'rsatib, bu to'lovni qilmasligi kerak. Agar xodim baribir to'lov talab qilsa, otaxon menga ushbu to'lovning huquqiy asosini ko'rsating deb so'rashi kerak. Ikkinchi misol, Farg'onada yashovchi onaxon 72 yoshda, uy uning nomida. Uyga bog'liq biror majburiy yig'im yoki xizmat bo'yicha imtiyoz berilgan bo'lsa, bu holatda hisob kimning nomida ekanligi muhim. Agar barcha hujjatlar o'g'lining nomida bo'lsa, onaxon pensioner bo'lsa ham, tizim uni avtomatik tanimasligi mumkin. Shuning uchun ayrim hollarda hisob raqamini yoki xizmat shartnomasini pensioner nomiga o'tkazish kerak bo'ladi. Lekin buni qilishdan oldin xarajat va foydani hisoblang. Ba'zan nomga o'tkazish uchun alohida rasmiylashtirish talab qilinadi. Uchinchi misol, Samarqandda yashovchi 30 yoshli ayol pensiya oladi, lekin hali ham kichik savdo bilan shug'ullanadi. U o'zini men pensionerman, demak barcha to'lovlardan ozodman deb o'ylashi mumkin. Bu noto'g'ri. Agar to'lov tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lsa, masalan, soliq, ijara haqi, litsenziya yoki savdo joyi uchun to'lov bo'lsa, pensioner maqomi avtomatik ravishda hammasini bekor qilmaydi. Tadbirkorlik bilan bog'liq majburiyatlar alohida qonunlar bilan tartibga solinadi. Demak, shaxsiy imtiyoz va biznes majburiyatini aralashtirib yubormaslik kerak. To'rtinchi misol. Qoraqalpog'istonda yashovchi 70 yoshli pensioner dori-darmonga ko'p pul sarflaydi. U yangi tartibni eshitib, dorixonada men pensionerman, pul olmaydi deb o'ylashi mumkin. Agar imtiyoz aynan dorilar bo'yicha belgilanmagan bo'lsa, dorixona bepul dori berishga majbur emas. Bepul dori yoki kompensatsiya alohida ro'yxat, alohida kasallik turi, alohida tibbiy yo'llanma bilan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir imtiyozning chegarasi borligini unutmaslik kerak. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar siz rasmiy pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlaringiz bazalarda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Siz shunchaki iyuldan keyin murojaat qilayotgan joyingizda pensionerligingizni bildirasiz va imtiyoz qo'llanishini so'raysiz. Agar tizim avtomatik ishlasa, sizdan ortiqcha hujjat ham so'ralmasligi mumkin. Kim albatta tekshirish kerak? Birinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar, chunki bazalarda ma'lumot yangilanishi vaqt olishi mumkin. Ikkinchidan, familiyasi, pasporti yoki yashash manzili o'zgarganlar. Uchinchidan, pensiya boshqa hududdan ko'chirilganlar. To'rtinchidan, hujjatlari yo'qolgan yoki eski namunadagi hujjat bilan yurganlar. Beshinchidan, bir vaqtning o'zida ishlayotgan pensionerlar. Chunki ayrim imtiyozlarda ishlaydigan va ishlamaydigan pensioner o'rtasida farq bo'lishi mumkin. Bu yerda yana bir muhim jihat bor. To'liq ozod qilindi degan ibora odamga juda yoqimli eshitiladi. Lekin u doim ham barcha joyda, barcha holatda har qanday to'lovdan degani emas. To'liq ozod qilish ko'pincha ma'lum bir to'lov turiga nisbatan ishlatiladi. Masalan, agar davlat boji bo'yicha ozod qilinsa, demak aynan shu davlat boji to'lanmaydi. Lekin xizmat bilan bog'liq boshqa xarajatlar, masalan, pochta, nusxa ko'chirish, tezlashtirilgan xizmat, notarial qo'shimcha harakat yoki xususiy tashkilot haqi alohida bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odam yangilikni eshitadi, xursand bo'ladi. Lekin tartibni to'liq tushunmagani uchun yoki noto'g'ri talqin qilgani uchun muammoga duch keladi. Birinchi nozik jihat imtiyoz sanasi. Agar tartib iyuldan kuchga kirsa, 2 iyungacha qilingan to'lovlar avtomatik qaytarilmaydi. Masalan, siz 25 iyunda xizmat uchun pul to'ladingiz. Iyuldan keyin endi pensionerlar ozod qilinibdi. Menga pulimni qaytaring desangiz, odatda bu qabul qilinmasligi mumkin. Chunki qonun orqaga qaytib amal qilmaydi.
Agar alohida qaytarish tartibi belgilab qo'yilmagan bo'lsa, shuning uchun sana juda muhim. Ikkinchi nozik jihat, to'lov kim nomidan qilinyapti? Agar pensioner o'z nomidan murojaat qilsa, imtiyoz qo'llanishi mumkin. Lekin farzandi, nabirasi yoki boshqa odam nomidan murojaat qilsa, mening onam pensioner deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Masalan, nabira o'z nomiga hujjat olayotgan bo'lsa, bu nabiraning xizmati hisoblanadi. Pensionerning maqomi bu yerda ishlamasligi mumkin. Agar pensionerning manfaatini vakil orqali himoya qilayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma yoki vakillik hujjati talab qilinadi. Uchinchi nozik jihat, qarzdorlik. Ayrim odamlar pensionerlar to'lovdan ozod bo'ldi degan gapni oldingi qarzlar ham bekor bo'ldi deb tushunadi. Bu juda xavfli xato. Agar sizda avvaldan qarzdorlik bo'lsa, yangi imtiyoz odatda eski qarzni o'z-o'zidan o'chirmaydi. Masalan, 1 iyulgacha yig'ilib qolgan 300 ming so'm qarz bo'lsa, u alohida masala. 1 iyuldan keyin esa ma'lum to'lov olinmasligi mumkin. Eski qarzni bekor qilish uchun alohida huquqiy asos kerak. 4-nozik jihat, xususiy xizmatlar. Davlat imtiyozi ko'pincha davlat organlari, budjet tashkilotlari yoki qonunda belgilangan majburiy to'lovlar taalluqli bo'ladi. Xususiy klinika, xususiy advokat, xususiy transport, xususiy ustaxona yoki xususiy ta'lim markazi davlat imtiyozini avtomatik qo'llashi shart bo'lmasligi mumkin. Ular o'z aksiyasi yoki chegirmasini berishi mumkin, lekin bu qonuniy majburiyat bo'lmasligi ehtimol. Shuning uchun hamma joyda bepul degan fikr noto'g'ri. 5-nozik jihat, hujjatdagi xatolar. Pensionerning ism familiyasi pasportda bir xil, pensiya hujjatida boshqa xil yozilgan bo'lsa, tizim muammo chiqarishi mumkin. Masalan, Abdullayeva bir joyda Abdullayeva deb yozilgan, tug'ilgan sana bir hujjatda 1924, boshqasida 1925 ko'rsatilgan bo'lsa, imtiyoz avtomatik chiqmasligi mumkin. Bunday holatda avval hujjatlarni to'g'rilash kerak bo'ladi. 6-nozik jihat, bir nechta imtiyozni bir vaqtda qo'llash. Ba'zi xizmatlarda fuqaro bir nechta asos bilan chegirma yoki ozodlikka ega bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, urush qatnashchisi yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqaro. Lekin imtiyozlar har doim qo'shilib ketavermaydi. Masalan, 40% chegirma va 100% ozodlik bo'lsa, albatta 100% ozodlik foydaliroq. Lekin xizmat ko'rsatuvchi xodim noto'g'ri asosni tanlab qo'yishi mumkin. Shu sababli siz eng foydali va to'g'ri asosni ko'rsatishingiz kerak. 7-nozik jihat, arza berish muddati. Ba'zi imtiyozlar faqat murojaat qilingan kundan boshlab qo'llanadi. Masalan, siz 1 iyulda huquqqa ega bo'ldingiz, lekin 2 sentabrda arza berdingiz. Shunda imtiyoz 2 sentabrdan qo'llanishi mumkin. Iyul va avgust uchun qayta hisob-kitob qilinmasligi ehtimol. Shuning uchun men doimo aytaman, yangilikni eshitgan kuningiz tekshiring, kechiktirmang. 8-nozik jihat, telefon orqali berilgan javob. Ko'p odamlar idoraga qo'ng'iroq qiladi. Kimdir ha bo'ladi yoki yo'q bo'lmaydi deydi. Lekin ertaga boshqa xodim boshqacha javob beradi. Shuning uchun muhim masalada yozma murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, mahalla, tegishli vazirlik yoki tashkilotning rasmiy qabulxonasi orqali murojaat qilsangiz, sizda javob hujjati qoladi. Bu keyin nizo chiqsa dalil bo'ladi. Endi eng kerakli qism, nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensioner maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlaringizni tayyorlang. Shaxsni tasdiqlovchi pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olayotganingizni tasdiqlovchi ma'lumot. Agar bo'lsa, nogironlik guvohnomasi, yashash manzilingizni tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarning nusxasini ham olib qo'ying. Lekin asl nusxasini ham ko'rsata olishga tayyor bo'ling. Ikkinchi qadam, qaysi to'lovdan ozod qilinayotganingizni aniqlang. Bu juda muhim. Pensionerlar to'lovdan ozod bo'ldi degan umumiy gap yetarli emas. Siz qaysi to'lov, qaysi tashkilot, qaysi xizmat, qaysi sanadan, qaysi hujjat asosida degan savollarga javob topishingiz kerak. Agar davlat xizmatlari markaziga borsangiz, xodimdan imtiyozlar ro'yxatini so'rang. Agar kommunal tashkilotga borsangiz, abonent bo'limidan aynan pensionerlar uchun qanday tartib borligini so'rang. 3-qadam, murojaatni yozma qiling. Arizada oddiy qilib shunday mazmunda yozish mumkin. Men falonchi yoshga doir pensiya oluvchi fuqaro sifatida 1 iyuldan kuchga kirgan tartibga muvofiq menga tegishli to'lov bo'yicha imtiyoz qo'llanilishini so'rayman. Pensioner maqomini tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilaman. Arizaning oxiriga sana
telefon raqami va imzo qo'ying. Agar elektron murojaat qilayotgan bo'lsangiz, yuborilganini tasdiqlovchi raqamni saqlab qo'ying. 4-qadam kvitansiya va cheklarni saqlang. Agar sizdan 1 iyuldan keyin ham to'lov olinayotgan bo'lsa, kvitansiyani tashlab yubormang. Chunki keyin men pul to'ladim deyishingiz uchun dalil kerak bo'ladi. Chek, bank ilovasi skrinshoti, SMS xabarnoma, to'lov topshiriqnomasi bularning hammasi muhim. Dalilsiz pulni qaytarish yoki qayta hisob-kitob qildirish qiyin bo'ladi. 5-qadam rad javobi olsangiz sababini so'rang. Agar xodim sizga imtiyoz berilmaydi desa, darhol janjal qilmang, lekin jim ham ketmang. Iltimos, qaysi norma asosida rad etilyapti, yozma javob bering deb ayting. Og'zaki rad javobi bilan cheklanib qolmang. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Hujjat yetishmaganmi? Sizning to'yfangiz kirmaydimi? Xizmat turi imtiyozga tushmaydimi yoki tizimda xato bormi? Sababni bilsangiz uni tuzatish mumkin. 6-qadam kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qiling. Masalan, mahalliy bo'lim masalani hal qilmasa, tuman yoki viloyat boshqarmasiga, tegishli vazirlikka yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki ishonch telefoni orqali murojaat qilish mumkin. Men har doim tavsiya qilaman. Murojaatda hissiyotdan ko'ra faktlarni yozing. Men pensionerman, mana hujjatim, mana sana, mana to'lov turi, mana kvitansiya, imtiyoz qo'llanmagan, qayta ko'rib chiqishni so'rayman deb yozing. Shunda masala tezroq ko'riladi. 7-qadam farzandlaringiz va yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ko'plab pensionerlar elektron tizimlardan foydalanishda qiynaladi. Bu uyat emas. Agar sizning onangiz, otangiz, buvingizyoki bobongiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ularning hujjatlarini tekshirib bering. Qaysi to'lovlarni qilayotganini ko'rib chiqing. Keraksiz yoki noto'g'ri olinayotgan to'lovlar yo'qligini aniqlang. Ba'zan bir oilada oyga 1000 so'm, 1000 so'm, hatto undan ham ko'proq tejalishi mumkin. 8-qadam, har bir imtiyozni alohida daftar yoki ro'yxatga yozib boring. Masalan, davlat xizmati bo'yicha imtiyoz, kommunal hisob-kitob bo'yicha imtiyoz, tibbiy xizmat bo'yicha imtiyoz, transport bo'yicha imtiyoz deb ajrating. Har birining yoniga qaysi hujjat kerak, qayerga murojaat qilindi, javob qachon keldi, natija qanday bo'ldi yozib boring. Bu oddiy ko'rinsa ham amalda juda foydali. Yana bir muhim maslahat, agar sizdan pul talab qilinsa, avval to'lovning nomini aniqlang. Chunki odamlar ko'pincha to'lov deb hammasini bitta deb o'ylaydi. Aslida davlat boji alohida, xizmat haqi alohida, jarima alohida, qarzdorlik alohida, sug'urta alohida, vositachilik haqi alohida bo'lishi mumkin. Imtiyoz faqat bittasiga tegishli bo'lsa, boshqasini to'lashga to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun kvitansiyada nima yozilganiga qarang. Agar pensionerning sog'lig'i sababli o'zi bora olmasa, vakil orqali murojaat qilish masalasini ko'rib chiqing. Bunda notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Lekin ayrim oddiy murojaatlarda yaqin qarindosh yordamchi sifatida hujjat topshirishi mumkin. Buni oldindan telefon orqali emas, rasmiy qabulxona yoki xizmat ko'rsatuvchi joydan aniq bilib oling. Chunki har bir xizmatning talabi boshqacha. Men yana shuni alohida ta'kidlayman. Hech kimga ortiqcha pul bermang. Men tez qilib beraman, imtiyozni chiqarib beraman. Bazaga kiritib qo'yaman deb pul so'raydigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Rasmiy imtiyoz uchun pora yoki norasmiy haq talab qilinmasligi kerak. Agar kimdir shunday talab qilsa, bu alohida qonunbuzarlik bo'lishi mumkin. Barcha to'lovlar faqat rasmiy kassaga, bank orqali yoki rasmiy elektron tizim orqali qilinishi kerak. Xulosa qilib aytsam, 1 yildan pensionerlar uchun to'lovlardan ozod etish tartibi juda muhim yengillik bo'lishi mumkin. Lekin undan to'g'ri foydalanish uchun siz qaysi to'lov haqida gap ketayotganini, imtiyoz kimga tegishini, qaysi hujjatlar kerakligini va qaysi asosda qo'llanishini aniq bilishingiz shart. Eng katta xato umumiy gapga ishonib, hujjatlarni tekshirmaslik yoki o'zaki javob bilan cheklanib qolishdir. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq o'zingizning yoki ota-onangizning pensionerlik hujjatlarini tekshiring. 1 iyuldan keyingi to'lov kvitansiyalarini ko'rib chiqing. Kerak bo'lsa tegishli tashkilotga yozma murojaat qiling. Agar sizdan imtiyoz bo'lish kerak bo'lgan joyda pul olingan bo'lsa, kvitansiyani saqlang va qayta hisob-kitob qilishni so'rang. Sizningcha pensionerlar yana qaysi to'lovlardan ozod qilinishi kerak? Izohlarda fikringizni yozing. Bu mavzu ko'pchilik uchun muhim. Shuning uchun videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga albatta obuna bo'ling.
Men esa keyingi videolarda yana pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va oddiy fuqarolarning huquqlari haqida aniq va tushunarli ma'lumot berishda davom etaman.